Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulilloh, thumma amma ba'd. Birodarimiz so'rabdilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlardan kechki payt idishlarni ustini yopib, ustiga biron narsani bismillah deb yopish kerak ekan. Shu tarzda yopilmay qolinsa, masalan, taomni usti kechasiga ochiq qolinib ketsa yoki suv yoki boshqa idish usti ochiq qolib ketsa, shu suvni yoki ovqatni iste'mol qilsa bo'ladimi deb so'rabdilar. Haqiqatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bizga o'rgatgan sunnatlaridan Buxoriy va Muslimda rivoyat qilingan hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam idishinglarni ustini berkitinglar va eshiginglarni qulflanglar, chirog'inglarni o'chiringlar va shu ma'noda ba'zi odoblarni o'rgatganlar. Mana shu savolimizga tegishli joyi ovqatinglarni yoki suvinglarni idishlarini ustini berkitinglar deb buyurganlar. Bu sunnat amallardan. Ya'ni bu mandub bo'lgan sunnat amallardan, islom dinining chiroyli bir odoblaridan. Endi kimda kim buni sunnat deb amal qiladigan bo'lsa, ajrini Allohdan umid qiladigan bo'lsa, bunga ajr bo'ladi, sunnat ajrini oladi. Lekin bu sunnatni qilmaslik bilan, ya'ni mabodo kimda kim ovqati yoki suvining idishi og'zi ochiq qolib ketadigan bo'lsa, bu ovqatini hukmiga yoki suvni hukmiga ta'sir qiladigan bir olimlarni so'zini ko'rmadik. Ya'ni bu suv idishi yoki ovqat idishi ochiq qolib ketsa ham ovqatning va suvning hukmiga ta'sir qilmaydi. Balki bu ovqatni iste'mol qilsa va bu suvni ishlatsa bo'laveradi va bu joiz bo'ladi. Bundan bir man qiladigan olimlarning qavollarini yoki dalillarini topmadik. Vallohu alam. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.